Qizlar endi peeling qilish uchun yuzingizni qimmatbaho kosmetologlarga qilib plyus kamida yana dog' ham tushirib kelish kerak emas. Bemalol uyda professionalniy домашний kosmetologiya qilib, atomiy sizlar uchun, Koreya sizlar uchun mana shunaqa peeling patlarni chiqargan, ya'ni yuziga dog' tushirmasdan, yuzini chiroyli qilish uchun. Yuzingizda agar toshmalaringiz bo'ladigan bo'lsa, tez-tez toshmalar chiqadigan bo'lsa, yuzingiz prosta xiralashgan bo'lsa, go'zallik his qilmayotgan bo'lsangiz, mana bu peeling patlardan olishingiz mumkin. Ayniqsa toshmalar chiqqan, yuz tez-tez toshma chiqyaptimi, srochno sotib olishingiz kerak, chunki yuzingizda уже o'lik hujayralar tiqilib qolgan, teshiklarda yog' bilan bakteriyalar bitta teshikda hammasi yig'ilib qolgan. Shuning hisobidan hech qanaqa krem sizga ta'sir qilmayapti, ichkariga o'tmayapti degan. Demak, peeling patlar bilan yuzni yaxshilab tozalash mumkin. Uni har kun ishlatsangiz ham bo'ladi, chunki tarkibida hech qanaqa ximikatlar yo'q, sentellar bilan boyitilgan, ta'sirchan yuzlarga ham bemalol tushadi. Plyus qizlar AHA, BH, PH, LH kislotalari bor. Bu 4 ta kislotaning har bittasini o'zining vazifasi bor. Kimlarga qiziq bo'lsa, plyus belgisini qoldiring, men har bittasini vazifasini sizlarga jo'natib qo'yaman.